Haval M6 da klapan kuyami kuymaydimi? Klapan kuyadi aka, agarda siz gazda harakatlansangiz. Haval ishlab chiqaruvchi gazda yurishga ruxsat bermagan. Endi biz iqlimda gazga talab ko'p. Shuni hisobiga gazda yuradi, klapan kuyadi akalar. Yana bitta M6 olib qolganmiz. Bundan oldin galovkalarini qilib beruvdik, go'zal chiqibdi. Bunga nima qilamiz? Qaranglar. Chiqaruvchiga гнездо направляющий, сорочка приtilka, yangi klapan, zazor, pazor cho'tki qilib beramiz. Xo'p, bilmaganlar uchun, bilganlarga emas, eslatma. Cobalt forma bo'ladi, stakan bo'ladi. Bez gidrokompensator. Bular ham stakanchik bo'ladi. Shuni hisobiga polniy zazorlari qo'yiladi akalar. Olib qoldik. Chiroyli qilib, go'zal holatda qilib beramiz. Mashinasini qizig'i yo'q. Yalovka remont bo'yicha murojaat qilaversa, xudo xolisa qo'ldan kelgancha mashinada turadigan qilib beramiz mashinalar. Sog' bo'linglar, like bosib qo'ysanglar bu.